tashqi qismida koblar qo'yilgan, koblar образцовка signal ko'rsatib unutmaydigan o'rnatib beradi. Bu tomonda bu mashinamizga injektor ochistkalar qilib, demak, prashka, karoka motorlarni prashka qilib beramiz. Xudo xolasa ertalabga yo'nalishlari sal og'irlashgan ekan, yengillashtirib suradigan qilib beramiz inshaalloh. Xuddi shunaqa ish bu tomonda 483 mizgan bo'lyapti. Kameralar bilan klapanlarni tekshirib, switchni, shularni almashtirib, zaslonkalarni achistga qilamiz. Xudo xolasa suradigan programmani yozib beramiz. Shunaqa ishlar davom etmoqda. Bu tomonda 466 ga doim mijosimizga maliv bar, maliv rullar o'rnatib beryapti. Yigitlar tars. Qanday qiladi, Alish? Dasın. Xullas, maliv rulni pastga bitkazib qo'yibdi. Monitor o'rnatib beryapti. Hamda videoregistrator antennalar ham ekan. Xudo xolasa. Buni kameralar bilan ko'rib beryapti. Boshlan ichini. Tizishadi. Kursdan qo'yib o'tirganlar, antennalar programma qilib o'tirganlar, ishlaydigan vaqt qo'yib o'tirganlar. Rulat qani, Alish rulat. Arxaga mana. Shu. Tamam, ana to'ng'ircha. Biz $9 ekan hosilotda. Aysh. Bitta akamiz yozibdi, aka bitta mashina qaytib qo'yasiz debdilar. Nomerlarni ko'rsatib beraman. Bu mashinamizga kurs kontrol, stop, multimedia shunaqa ishlar qilinmoqda. Bas, kelaversa yigitlar tars chiroyli akkuratli sifatli xizmatlar qilib beradi. Xizmatlarimiz yoqqandan keyin, ya'ni o'zingiz ta'bingizga o'zingiz aytganday bo'lgandan keyin pul to'lab qo'yib ketasiz.